Assalomu alaykum do'stlar. Bugun hammaning e'tiborini o'ziga tortgan, ko'pchilik orasida muhokama bo'lishga ulgurgan sun'iy parallelish, ya'ni jin bosish haqida gaplashamiz. Bu videoda hech kimni qo'rqitmayman, jinlar chaqirmayman, hech qanaqa jin kirish boshqa haqida gaplashmaymiz. Bu safar faqat sun'iy parallelish, ya'ni jin bosish haqida gapirib beraman xolos. Din va xalq orasida juda ko'p gaplar tarqalgan jin bosishi. Bunda hamma sababsiz qo'rqadi, qo'rqinchli tushlar ko'radi, vahimaga tushadi, lekin hamma holatlar ham jin bilan bog'liq holat bo'lmaydi. Bu holat ko'pchilik kuzatgan bo'lib, uyquda har xil qo'rqinchli tushlar ko'radi. Kimdir esa ustimga chiqib biron nima bosdi deydi, kimdir bo'g'zi deydi. Har xil nima desam bo'ladi, har xil holatlar bo'ladi, lekin hammasi ham jinlar bilan bog'liq bo'lmaydi. Bu holatda ko'pchilik vahimaga tushadi, lekin bu holat aslida dunyoviy qarash bilan qaraydigan bo'lsak, buni olimlar ko'p o'rganib chiqqan. Bu holatda odam ko'p stressga tushganda, charchoq bosganda, ishdan charchab kelib, endi yotganingizda shu holat bo'ladi. Kam uyqudan ham ko'p holatlar chiqishi mumkin, lekin charchoqdan asosiy shu sabablar kelib chiqadi. Shuning uchun doim ham vahimaga tushish shart emas. Diniy qarashlar bilan qaraydigan bo'lsak, jinlar haqiqiy hayotda mavjud. Men o'zimni boshimdan 2 marta sun'iy parallelishni kechirganman. Ikkosida ham men ustimda bir qora narsa bo'g'ib, harakatdan to'xtatib qo'ygan. Hattoki gapira olmaganman va harakatga ham kela olmaganman. Sheriklarimni chaqiray desam, ular ham ertalab turganimda hech narsa demading, faqatgina yotganding deb aytishgan. Bu holatda ko'pchilik vahimaga tushadi, men ham albatta vahimaga tushganman. Lekin keyin internet tarmoqlaridan ko'rib, o'rganib, bu holatni to'liq o'rganganimda esa o'zimga kelganman. Chunki doim ham jinlar bosavermaydi. Jinlarga qachonki zarar yetkazsangiz, shundagina sizga zarar berishi mumkin. Shuning uchun doim ulardan qo'rqish kerak emas. Shu joyda videoga stop beramiz, chunki menga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Siz ham shunday qo'rqinchli videolarga qiziqsangiz, menga obuna bo'lib qo'ying. Yaqinda statistikaga qaraganimda meni mana shuncha odam obuna bo'lmasdan kuzatar ekan va meni kayfiyatim tushib ketdi va videolar olish motivatsiyam anchaga pasaydi. Agar siz shuncha odam menga obuna bo'lib qo'ysa, meni yana ham motivatsiyam ko'tariladi va shunday qo'rqinchli videolar chiqishi va antiqa faktlar chiqishi yana ham o'sadi. Agar siz qo'rqinchli videolarga qiziqsangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Endi videoni davom etamiz. Men tashlandiq joylarda ko'p bo'lganman. Bu joylar menga qiziq. Bu yerlarda nima bo'lgan, qanday voqea sodir bo'lgan, qanday narsalar yuz bergan. Buni odamlardan so'rab, surishtirib va bu joylarda qanday voqealar, qanday parallellik holatlari bo'lganlarini kuzatib yuraman. Chunki bu doim menga qiziq bo'lgan. Men har doim bu yerlarga borganimda o'zimda g'alati hislar o'tadi. Lekin bu doim ham jinlar bilan bog'liq degani emas. To'g'ri, jinlar haqiqiy hayotda bo'lishi mumkin, lekin bu doim ham sizlarga zarar yetkazadi degani emas. Jinlar doimiy atrofimizda, yonimizda, hattoki doim ham yonimizda yurishi mumkin. Lekin qachonki ularga ziyon tekkizsangiz, keyin esa sizlarga ziyon berishi mumkin. Ungacha esa ular sizlarga hech qanday ziyon yetkazmaydi. Albatta bu gaplarim bilan jinlar yo'q, ularga ishonmayman demoqchi emasman. Bu jinlar doim isbotlangan. Har xil dinimizda ham ko'p misollar keltirilgan, lekin doim ham bizga zarar yetkazavermaydi. Shuning uchun doim ham qo'rquv bilan yurish shart emas. Ko'pchilikda uchraydigan jin bosish holatlari odatda bir xil ta'sirlanadi. Ya'ni tunda qo'rqib uyg'onib ketganda har xil ko'krakda bosim his qilish, quloqqa pichirlash va har xil qo'l harakatlari yo'q, ovoz harakatlari yo'q, bo'g'ilish, shunaqa holatlarga o'xshagan ko'plab nima desam bo'ladi, holatlar juda ko'p bo'ladi. Hamma bir xil ta'sirlaydi va tunda oynaga qarash ham xavfli. Chunki soat 3 dan keyin eng katta jinlar, ya'ni jinlarning eng katta yoshdagilari ko'chaga chiqishadi va oynada har xil dahshatli yuzlar ko'rinadi. Shuning uchun tunda 3 dan keyin ko'chaga chiqish ham, oynaga qarash ham tavsiya berilmaydi. Buni sizlarga ham tavsiya bermayman. Bu aniq ma'lumotni yoki fake xabarlar, buni kommentariyada yozib qoldiramiz va like bosishni ham esingizdan chiqarmang. Agar sizda ham shunday holatlar bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga mayli batafsil yozishingiz shart emas. Bo'lgan deb yozib qoldiring, o'zim tushunib olaman. Men quyida aytganimdek, o'zimda ham ikkita holat yuzaga kelgan.
Sizda ham qanday holatlar bo'lgani men uchun qiziq. Kommentariyada albatta yozib qoldiring va videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoning maqsadi qo'rqitish emas, balki tushunishdir. Bizga noma'lum narsalar juda ko'p, lekin bu noma'lum narsalar jinlar degani emas. Biz ham bu ma'lumotlar haqida aniq ma'lumotga ega emasmiz. Shuning uchun doim ham qo'rquvda yurmang. Shunchaki kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Shu yerda video yakun topadi. Keyingi safar juda bundan ham qiziqarliroq videolar chiqadi. Shuning uchun buni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obunani bosib, yonida turgan qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va keyingi videolar birinchi bo'lib sizda chiqadi. Va yana ko'rishguncha deb qolaman. Xayr.